Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kabi. Instagram asirasiga aylangan Ummu Kulsumning ibratli hikoyasi. 2-qism. Bir kun qizlar masjidda yig'ilishdi. Masjidda bir ayol, "Shu yerda bir quti bor. Ichidagi kitoblar bizning ishimizga yarashi mumkin. Qarab, olib kelasizlarmi?" dedi. Ayolning gapi tugamasdan, "Ha, albatta biz borib kelamiz", dedi Ummu Kulsum. Va dugonasi bilan aytilgan joyga borishdi. Ichida ajoyib bir his bor edi. G'azab to'la ko'zli yigitni ko'rish umidi bor edi unda. Axir Allohning uyi-ku masjid. Albatta keladi, deb o'ylardi. "Qanday yordam kerak?" dedi qo'lida kitoblar bilan kelayotgan bir yigit. "Haligi biz bir quti olishimiz kerak. Ichida kitoblar bor", deb ikki qo'lini orqasiga birlashtirdi. Xuddi erkatoy yosh qizchadek. Yigit bu go'zal qizni ko'rib kulimsiradi. "Ha, shundaymi? Quti menda, hozir beraman. Mening ismim Muhammad. Sen Ummu Kulsum emasmisan? Xayriyada ham ko'rgandim seni." Ummu Kulsum hatto masjidlarda ham taniqli bo'lganidan xursand bo'ldi. "Ha, bu menman. Qayerdan bilasan?" deb Muhammadning ko'zlariga kulib qaradi. Egilib qutini olmoqchi bo'lganida Muhammad, "To'xta. Biroz og'irroq. Yerdan ko'tarishga yordam beraman", deb qutini olib Ummu Kulsumning qo'llariga tutqazdi va barmoqlarini sekin-sekin Ummu Kulsumning barmoqlariga tekkizdi. Xijolat bo'lgan qiz esa qo'lini sekin tortib oldi. Qutini olib kelayotgan ediki, yana o'sha gavdali, bahaybat, g'azab to'la ko'zli devordek yigit bilan urilib ketdi. Uning g'azab to'la ko'zlari bu safar Ummu Kulsumga emas, Muhammadga qaragan edi.